İkinci bölüm. Şu günü Kudüs'ta hava ətigəndən başlap qızıb günün ıssıq bolduğanlığından demək bədi. İrad sarayının əgmi ayvınında mərmər türklər aslında prokuratura başlığı Ponti Pilat özüge taxtırvan quruşni buyurdu. Bu yerdə tövəndən urub turbatqan ötkinci şamal onun səndəl kiygan putlarını bilinər-bilinməz seypap ötərdi. Çoğun bağdaki töbdüz seyrəklərinin uçları şamalda erinçəklik bilan qımırlaydı. Ulanın yopurmaqları bu yıl vaxtsız sarıq eşqi başlayan idi. Sarayının əgmi ayvini caylaşqan bu taş doңdan şəhər 5 qoldək görünüb turatdı. Şu tapda hava bəkmi qızıb ketkeşke şəhər mənzərəsi közge ağ yipək pərdə içində cimırlap turğandək çılqatdı. Hatta Kudüs'nün daim iniq görünüp durduğan töt ətrafını aqırıb yatqan səhra dairesi de aran pərq etkili boladı. Şu günü ətigəndə xudi közge görünməz yiplar asmanga esib qoyulğandək qanatlarını kən yeyip bir quş avaz çıxarmay üzüp yürətdi. Belgilik vaqt arlıqıda çoğun bağının üstüdün bir uçup ötətdi. Bürkütmekin, tapmekin şu ikisidən bölək heç qanda quşның günün ısıqıda bunçilik uzaq həm zerikarlik uçuşqa səbir taqati yetməyən boladı. Eğirliğini o putudan bu putuğa götkəp durğan Nusratdek Eysanın asmanda aynıb görgən quşqa ixtiyarsız nəzər taşlab atqalığını bayqab, prokuratura başlığı birdilla ağrındı və qəzəbnib ketdi. O zəhərini çeçib, "Sən qayaqqa qaravatsan, Yahudunun padişahı beşində əcəl quşu aylanıvatıdı" dedi. O həmimizin beşidən aylandı. Asta xudi özü bilan özü sözləşiyotgandek cavab berdi. Eysa və qarıyıb, qanı uyub ketgan ko'zni olqini bilan silab qo'ydi. Ommaviy yig'ilishda so't qilish uchun ap ketayotganida bozor oldida ruhoniylar va oqsoqollar gij-gijga solgan Oliman uni ur to'qmoq qilgan edi. U ayrim odamlar rahimsiz qaltaklagan, boshqalari yuziga tükürgen şu chaqlarda mubtilarning mubtisi bo'lgan Kaifaning odamları özünü qanchalik yomon ko'rdiganligini ishondi. Ha, Quddusliklarning sodidan hech qanday rahim shafqat kutkili bo'lmaydi. Shundaqdimi, uni Olimaning aynib ketganligi va jaholatga minib quturab ketganligi ta'jibga selib qo'ydi. Go'yo shu chaqcha hech kim uning musofirligini bilmagandek. Go'yo shu kemgacha ular ibodatxonalar va maydonlarda nafaslarni ichiga yutgan peti qimir qilmay Eysaning vazlarini anglamagandek, go'yo u xutikini egashtirib olgan ko'k eshakka minib shahar darvozalaridan kirib kelganida shod-xuramlik bilan qarshi olmagandek, go'yo ular orzu umid bilan "Opirin Bani Davudga, opirin va hashqallar" deb vaqirishib, ishkini putlari ostiga gullarni otmagandek qiladi. Mana endi u yirtilib titma-titma bo'lib ketgan üstü boshda parishon va xudini yo'qotgan alpozda taqdirimda yana nimalar borkin degandek Ponti Pilataning qishida intizorlik bilan turibdim. Prokuratura boshlig'ining bo'lsa shu topda asabiylari g'oyat buzilgan edi. Qiziqi shu yerdagi u hammadan burun o'zining susliqi bir kimga tushuntirib bo'lmaydigan jur'atsizligidan xafa edi. Rim qo'shinida xizmat qilib yurgan chaqlarda va mana hozir prokuratura boshlig'i bo'lib turgan vaqtidami u hech qachon bunda holga tushmagan edi. Bu haqiqatan ham kulkilik emasmi? Ommaviy yig'ilishning hukmini shartida tasdiqlab va o'shiqcha bosh og'riqidan qutulish o'rniga u targavchiga yo'liqib, kuchini hamda vaqtini sarf qilib o'ltiribdim. Holbuki Baytulloh muqaddas mubtilari va mushriklari uning yo'l yo'riqiga intizor. Ularni darhol chaqirib, "Mana elinglar, gunohkor sizlarningki, nima qilman desanglar o'z ixtiyoringlarda" desa bo'ladi-ku. Shundaq bo'lsa-mu, Ponti Pilatga shundaq oson yo'lni tutishga nimadir xaloqat bermoqda edi. Uning ustiga buni masxarvoz shuncha ovora bo'lishga arzimdikin. Lekin buni tantaknimi ko'rib qo'yinglar-da, qaranglar, u Yahudining podshohi, suyimli tangrisi emish. Ilohning adil saltanatini barpo qilish uchun Xudo tarafdan Yahudilarga hadiya qilingan emish. Uning adil saltanatida shohlarning shohlarga, ularning noiblariga va yunduxur yalaqchilarga o'rin yo'q emish.
hamma odam amdilikda to oxiratgacha bir-biriga tang va birodar bo'larmish. Qancha-qanchalagan kishilar davlat qushini boshlariga qo'ndirishga harakat qilmagan deysiz. Lekin bundaq aqlliq makkor va bundaq xoinni texi hech kim ko'rmagan edi. Bundaqlar saltanat taxtiga chiqsinchu, burun qandaq bo'lsa, shundaq hukmronlik qilaverdi. Amaliyotda dunyoda hayotning boshqacha yo'li yo'q va undaq yo'lmi bo'lmaydi. Ammo qabih odamlar buni besh qo'ldak yaxshi bilsa-mu, baribir navrang'izlikni tashlamaydi. Sodda odamlarni yangi saltanat quramiz deb aldaydi. Har bir odam o'z ko'nglidagi gumoniga asosan boshqalarning ustidan hukm chiqaradi degan gap haq gap bo'lgan bo'lsa, bu yerdagisi dal shuning o'zlaydi. Prokuratura boshlig'i yurgining eng shirin yerlarida biq urgan, lekin amalga eshishiga o'zimi ishonmagan xiyollarni Aysaga taqmoqda edi. Hammadanmu dal mana shu narsa Ponti Pilatoning ko'nglini g'ash qiladi va shu sababdan mahkumga bir vaqtning o'zida ham qiziqib qaraydi, ham nafratlanadi. Prokuratura boshlig'i Aysaning sirini bilib oldim deb o'ylaydi. Bu makonsiz besharatchi yer yuzida to'plam chiqarmoqchi. Odamlarga yangi saltanat va'da qilib, kunini yiqitmoqchi va yangisining ustiga o'ltirmoqchi. Apla, Mug'ambar, Rum saltanatining kichik Osiyodagi viloyatlarining hokimi bo'lib turuqliq, Ponti Pilat xiyoliga keltirib baxmagan, to'g'risi hatto orzu qilishdan qo'rqqan narsalarni ashu ojiz va eski Yahudi ko'ksida ko'tarib yurishga jur'at qilsa, makonsiz karomatchi Aysani boshqacha yo'llar bilan targ'ib qilib va so'roqqa tortib etib, tajribalik prokuratura boshlig'i o'zini mana shunga ishontiradi. Shundaq chaqlaydi va shundaq xulosa chiqarishga hozirlanadi. Har qitim o'zini mahkumning o'rniga qo'yib ko'rganida uning hokimlik da'vosi qilayotganligidan quyuq chochlari tik turadi. Ponti Pilatoning jonpini chiqadi. Shubhalar o'tida to'lg'anadi. Birdan Baytulloh muqaddasdagi ommaviy yig'ilish tarafidan Aysa ustidan tunidan oqshom chiqarilgan o'lim hukmini tasdiqlab, hokimlik muhrini bosmoqchi. Birdan buni keyniga so'zib, Rum davlati uchun Aysaning fikrlari va haddiy harakatlarining naqadar xavfli ekanligini oxirgacha aniqlamoqchi bo'ladi. Uning osmonda uchib yurgan qush haqidagi so'zga o'limga mahkum makonsizning bergan javobining to'g'ri va ochiqligi, takallufsizligi prokuratura boshlig'ining g'azabini keltirdi. Uningdan ko'ra undimagini yoki til yog'limlik qilg'ini yaxshi edi. Shundaqdimi, yengboshning o'ziga o'zi tasalli berdi. O'lim hammamizning beshida degideklar kezib yuradi. Buni qarang, ha? Qatl qilinishdan hech cho'chimagandek o'z beshiga o'zi qilchi qo'rqmasdan o'lim chaqiryotdi deb o'ylab, Ponti Pilat qattiq asabiylashib ketdi. Bo'pti, yana avvalgi gapimizga qaytamiz. Sho'r peshona seni nima kutayotganligini bilamsan? So'rdi prokuratura boshlig'i xirildigan tovush bilan. U boyadan beri parqirab turgan yuzi, toz beshi va ko'takdak baqvat bo'yinlardagi tarlarni ro'mol bilan tez-tez surtib turmoqda edi. Prokuratura boshlig'i Aysaning javobini kutib, tarlab ketgan barmoqlarini birma-bir qarsiltib, qayirib chiqarishga boshladi. U shuningga yomon odatlangan edi. Seningdan so'rayapman, nima bo'lishini bilamsan? Aysa beshidan nimalar kechadiganligini o'ylab, rangi o'chdi va eg'ir xursindi. Shundaq Rum noibi, bugun meni qatl qilganligini bilaman degan so'zlar uning og'zidan bahuzur chiqdi. Bilaman deb masxara bilan takrorladi prokuratura boshlig'i va udulda turgan sho'r peshona payg'ambarga ham rahmi kelib, ham ochiq kelib, miqida kulgan peti boshdan oyoq nazar silib chiqdi. Bo'yni uzun chochlari paqpib to'zg'an, kiyim kechaklari yirtilgan, sandalik olomon tanlaganda tushib qolgan bo'lsa kerak, yalang oyoq Aysa prokuratura boshlig'ining oldida beshini egib turadi. Uning keyinda saroy egmalarining to'saqlaridan ko'rinib turgan yiroq do'ngliklarda shahar uylari onda-sonda ko'zga chalqatdi. Shahardagilar prokuratura boshlig'i targ'ib qilayotgan odamga intizor edi. Qabih shahar ahli qurbonlik tilaydi.
Bugun mana mushu pijg'irin issiqda shaharga qanliq tomosha kerak edi. Uning qorong'u qapqara istaklari mavj urishni xohlaydi. Xuddi qahrlik yo'lbos Lubnan cho'lliklarida yovvoyi tog'il otni par-par qilayotganda chilbirlar to'pi alam bilan huvlab o'lashgandek olmonmu shu chog'da ko'chalarda noli faryod chekib ko'ksini tilg'imoqda edi. Ponti Pilat mundaq vaqalarni odamlar orasidami, jonivorlar ichidami ko'rgan edi. Shuning uchun qo'shish belgisi shaklidagi taqtayga maqlash qandaq bo'lishini birdam ko'z oldiga keltirib, ichidan teni shurkinib ketdi. Yuragi echishqandek o'kinib. Sen bilaman deysan, bilaman deganni boltur deb qo'yding. Buning ma'nosini seni u yoqqa ilib chiqqandan keyin bilasan dedi. Shundaq Rum naibi, men buni bilaman. O'ylasam tenim shurkinib ketadim. Sen gapimni bilma va u dunyoga to'limi oldirib ketma. Bar sen texi deb g'udungshidi prokuratura boshlig'i gapichali qolgandan norozi bo'lib. Bu qil hukmdor, ixtiyorsizla og'zimdan chiqib ketdi. Gapingni bilmoqchi emas edim. O'ziri aytdi Aysa. Men hech nega oldirayotganim yo'q. Men texi yossam deyman. Undaq bo'lsa sen yo'qlan gaplaringdan voz ketsang bo'lmamdi? Top to'g'risiga so'rdi prokuratura boshlig'i. Aysa qo'llarini yaydi. Uning ko'zlari bolalarnikidek ma'sum edi. Mening qaytarib oladigan so'zim yo'q, hukmdor. U so'zlar qismatda bitilgan. Padaram dilimga solgan. Uning irodasini ado qilib, so'zlarini odamlarga yetkazishim kerak edi. Deganingda turilyapsan, norozi bo'lib ovozini ko'tardi Ponti Pilat. Uning ilmek burunliq, qalin qattiq lablari atrofiga cho'nqir siziqlar tortilgan yuzi nafratlik sovuq tusga kirdi. Meni qaymoqtirman deb avariq bo'lma. Hammasini ochiq ko'rib turibdiman, dedi u e'tirozga o'rin qoldirmaydigan ohangda. Padarimning so'zlarini odamlarga yetkazman deysan, bu nima? Bu qora xalqni ko'ldirlatish, uni qo'lga olish, avomni buzg'unchilik boshlash. Balki uning so'zlarini menga yetkazish xiyoling bordir. Menmi odamg'u? Hozircha Rum hukmdori, sana buning hojati yo'q. Haqiqatda seningda iztirab yo'q. Sen boshqacha hayotni orzu qilmasangmi bo'ladi. Sen uchun hukmronlik Xudo va diyonatdir. Hukmronlik bo'lsa tamoman o'z qo'lingda. Sen uchun shuningdan yuqori hech narsa yo'q. Rost Rum hukmronligidan o'ziga oliy narsa yo'q. Sening demoqchi bo'lganing shugu deyman. Sen shundaq deb o'ylasang shundaq hukmdor. Aqlli odamlar doim shundaq deb o'ylagan. İltifat qilib tuzitish berdi uningga prokuratura boshlig'i. Shunga kishilar deb tushuntirishga boshladi u. Podshoh Xudo emas, aksicha Xudo podshohning o'zi deydi. Agar buning aksicha bo'lganiga ishonching komil bo'lsa, menga isbotlab ber. Qani, u Aysaga mazoq qilgandek tikilib qoldi. Men Rum podshohi Tivriyining noibi bo'laman. Men ba'zida uning nomidan zamon va makondagi narsalarning holatlarini ostola o'zgartirlayman. Sen bo'lsan buningga allaqanday oliy kuchni go'yo sen paydo qilayotgan qandaqdir o'zgacha bir haqiqatni qarama-qarshi qo'ymoqchi bo'lsan. Bu bekmi qiziqish. Bo'lmasa, sening bilan bu yerda hapalashib turmgan bo'lardim. Ommaviy yig'ilishning hukmi qachon ijro qilinadi deb shahar aholisi tit bo'lib ketyotdi. Xo'sh, qani javob ber. Men nima dey? Podshohning Xudoning kichikligiga ishonching komilmi? Podshohmi o'ladigan odam? Albatta, o'ladigan odam. Lekin u tiriklar ekan, odamlar uchun podshohlikdan yuqori Xudo bormi? Tiriklikning o'ziga o'lchimini olsang, hukmdor albatta bor. Tapqan gapingni qara, o'zini xafa bo'lgandek ko'rsatib, qoshlarini yimirgan peti dedi prokuratura boshlig'i. Odamlar maza qildimi deb demaydi ekansan. Hech bilolmadim va tushunolmadim. Sening bu gaplaringga kimmi ishonar, qandoqmi ishonar? Zulmdan ezilganlar, adolat izlaganlar menga ishonadi. Mening so'zlarim azob uqubatlardan to'ygan va ko'z yoshlari bilan sug'urilgan zaminda bix urib ko'kirdi deb tushundirdi Aysa. Bas qo'lini noumid silkidi prokuratura boshlig'i. Vaqt zoya ketyotdi.
Ular öz xiyallariga berilib jim bo'lib qolishdi. Aysaning bo'zdek manglayi terledi. Lekin u terlarini na olqini, na uzun ko'ngligining yirtiq yengi bilan sürtmaydi. Bu uning xiyoliga kelmaydi. Qo'rqinishdan yiliga bir narsa tiqilgandek bo'lib, ko'ngli g'ashidi. Yüz gözlerini quyilib turgan ter inchga o'ruq putlari ostiga marmar taxtlarga chipildab temib turardi. Mana endi deb so'zni davomlashtirdi, nemishqidir demi ichiga tushib ketgan Ponti Pilat. Rom hukmdorining o'zingga erkinlik berishini xohlamsan? Shundaq, yaxshi hukmdor meni qo'yvat. Onda nima qilsan? İnsanlarga Xudoning kalomini yetkazman. Odamlarni ahmoq qilman degan deb vaqirdi. Prokuratura boshlig'i va zardisi qaynab o'rnidan turib ketdi. Men ham ishandim. Seni haqiqatan taxtayga tortish kerak ekan. Seni faqat o'lim tinchlatadi. Yenglishyapsan, shonliq hukmdor. O'lim ruh oldida ojiz. Qat'iy holda dona qilib dedi Aysa. Nima deding? O'ziga ishonmay hayron bo'ldi Ponti Pilat Aysaga yiqilishib etib. Onun g'azab va ajablanishdan o'zgarib ketgan yuzi qizg'ish qora dog'lar bilan qoplandi. So'zlarimni anglading hukmdor. Ponti Pilat nimadir demoqchi bo'lib, o'pkisini to'ldirib nafas oldi. Qo'llarini silkib yuqori ko'tardi, lekin shu paytda otliq odamning taroqlagan qadam ovozi anglandi. Nima deysan? Qopqini turib so'rdi prokuratura boshlig'i o'zining qishig'a qandoqdir o'roqliq qog'oz ko'tarib kelayotgan qurollangan saroy lashkaridan. Sizga avatgan deb qisqa javob berdi askar va shu zamotla ko'zdan yo'qoldi. Ponti Pilatga xotini xat yo'llagan eding. Hukmdorim, sizdan o'tinib so'raymanki, mushu sarkardan yo'lovchiga ig'ir azob bermang. Odamlarning aytishlariga qaraganda uni Xristus deydi ekan. Hamma uni zini yo'q, taqvodor odam deydi. Her türlük meyip mecruh ve kesel biçarlarını sakaytar imiş. Möcezikar imiş. Onu Xudanın oğlu, Mesih, Yahudinin sultanı deyişse kulak salmang. Belki tökmet kılışvatkandır. Yani bilmedim, bununla mening aqlim yetmeydi. Yahudilarning qandaq janjalchi, g'albiga amroq xalq ekanligini o'zingiz bilasiz. Mish-mish gaplar rost chiqib qolsa-chu, u chaqda nima bo'ladi? Qara xalqning og'zidan yurgan gaplar keyin ko'pincha to'g'ri chiqadi. Mubada bu qitimmo rost chiqib qolsa, u chaqda sizga to'qilana qilishadi. Anglashimcha bu yerdagi ruhonlarning odamlari va shahar oqsoqollari xalqning Aysaga agashganligini ko'rib qo'rqib ketganmish. Uni orig'a olmay qo'yganmish. Ruhonlar Aysani ko'rolmay, jahil olomonne uningga qarshi bo'xton chaplashga kuch ko'rganmish. Oqshomlar uning etikida ibodat qilganlar bugun uni tosh bo'ron qildi. Ojiz aqlimdan bir nima deyolmayman-ku, lekin azizim Pilat, muhtaram erim, agar siz bugun bu savdoyini qatl qilishga möhür bosadigan bo'lsangiz, keyincha faqat o'zingizlar yomon otliq bo'lasiz. Biz ömürvayet bu yerde qilib qolmaymiz-ku. Men sizning Rimga oliy unvonlar va izzat hurmat bilan qaytishingizni tilayman. Buningga asli yo'l qo'ymang, azizim Pilat. Boya saqchilar elib ketishayotganda uningga ko'zim tushdi. Xuddi yosh iloqa o'xshash ko'rkam yigit ekan. Bilamsiz, oqshom tush ko'ribdiman. Keyin o'zingizga so'zlab beraman. Bakmo'miyim. O'zingizni va nesilleringizning beshini malomatga qo'ymang. Ya Xudo, nima gunoh qildim sana deb ingrab tashladi Ponti Pilat. U o'zini bilmagan bu sarang yolg'on payg'ambarni darhol hech qanday gap so'z qilib o'ltirmayla muobizachilarning nazarida shahar sirtiga odamning qolisi elindigan g'ul qafqa avatib bermaganligiga afsuslandi va nadomat chekdi. Bunda qilishni Quddusdagi qozi qo'zatlar talab qilishgan edi. Mana endi uning ishlariga bir ayol qo'l silib aralashmoqda edi. U bu yerdimi Aysa tarafdorlarining yo'shirin qo'llarini ko'rgandek bo'ldi. Bularning hammasini osmon kuchlarining bu ishga qilayotgan qarshiligiga jo'ridi. Biroq dunyoning ishlari ma'budalarni unchalik qiziqtirmaydi. Xotini bo'lsa kam aqli bilan siyosatni tushunadimi?
Padişahlarni behurmat qilib yurgan shubhalik makonsiz Aysani deb Rumning sobiq puhrasi bo'lgan ruhaynisi Kaifqa hamda Baytulloh muqaddas ayyon ashraflari bilan orasini buzsunmi? Ularni o'ziga dushman qilib qo'ysinmi? Buning uning nima keragi bor? Ajaba bu xumparning nemisi chiroyli? Yosh iloqqa o'xshar emish. Yosh bo'lsa yoshdir. Shuning shunchalik qilgan bormi? Unchalik maqtug'idek yer yo'q. Ana, olaman kaltaklagan itdek turibdi. Xotinimning ko'ziga qandoq ko'rindikin? Hukmdor xatni mulohaza qilib o'yga patdi. Ondan ig'ir xo'rsinib, yana o'rniga o'tirdi va xiyoldan bir fikr yalt qilib o'tdi. Burunmi shu fikr necha qitim qalisiga kelgan edi. Bundaqla qarasang odamlar to'limi paskashda qiladi. Chichidu, siydu, jüplishidu, tug'iladi, o'ladi, qiyriladi. Yana tug'iladi va o'ladi. Qancha yovuzliklar va paskashliklarni yudib yuriydi. Mana shunda qabohat va o'tib ketgan askarliklar ichida yana qayoqlardandir bishorat, karomat, payg'ambarlar, ruhiy ojizlarmi paydo bo'ladi. Endi buni odamga qarang, u xuddi osmonda uchib yurgandek, tush ko'rayotgandek o'zining taqdiriga shunchalik ishonadi. Endi bas, uning hoshini joyiga keltirib qo'yish kerak, yetar endi. Mening shu narsani bilgim keladi, deb murojaat qildi prokuratura boshlig'i o'z joyida aylanib turgan Aysa qarab. Aytayli, sen sodda pamlik odamlar ichida g'alva qo'zg'ab turgan yovuz niyatlik odam emas. Xudoga taqvodor bir odamsan. Aytayli, sen adolat saltanati haqida so'zlaysan va Rum podshohining jahonga hokimlik huquqini tan olmaysan. Aytayli, men sana ishonganmi bo'lay? Xo'sh, menga tushuntirib bergina, seni o'limga berishga nima majbur qilyapti? Menga yuragingni och, nimani xohlaysan? Mubodo sen shu yo'l bilan Isroil xalqiga podshohlik qilmoqchi bo'lsang, undaqda men buni ma'qul ko'rmayman. Ammo bu niyatingni tushunaman. Biroq nima uchun sen ha degandila o'zing o'ltirmoqchi bo'lgan shohni kesib tashlamoqchi bo'lasan? Podshohning hokimligini tan olmay turib, qandaysiga podshoh bo'lmoqchisan? Seni tirik qoldirish yoki qatl qildirish mening olqinimda. Buni bilasan. Xo'p, nimishqa zuvon surmay tursan, tiling gapga kelmay qoldimi? Shundaq, Rum noibi. Men qiynoqdan qo'rqyapman, lekin men podshoh bo'lmoqchi emasman. Undaq bo'lsa shahar ko'chalarga chiq, to'vi qil. Yengilibdiman deb ayt. Yolg'on xabarlarni tarqatdim, yolg'on bishoratlarni dedim. Men Yahudiya podshohi emasman deb jar sol. Qora xalqni oldima, yo'ldan ozdirma, kayningni agashtirib yurma, dillarga shak shubha solma, jinoyatga boshlama. Hech qanday adolat saltanati bo'lishi mumkin emas. Doim mavjud narsalarla adolatlik. Dunyoda podshoh tevri bor. Jahon binosining mustahkam turiki shu. Sen adolat saltanati deb yengiltak odamlarni yo'ldan ozdiryapsan. Sen degan saltanat yo'q narsa, o'ylab baq. O'zingni boshqalarningmi beshini aylantirma. Sen kim? Sen Rum podshohini tashvishga soladigan, ko'ch-ko'ylarda kezib yuradigan makonsiz, gumonliq payg'ambar havoliqdek ko'r vazxonisan. Yahudining yerlarida sana o'xshashlar samandek. Biroq sen o'z maslaklaring bilan odamlar qalbiga vasvasa silyapsan. Mubtilar mabtusining tinchligini yo'qotding. Shuning uchun qilmishlaringni pash qil. Ondan Sham yoki boshqa o'lkalarga chiqib ket. Menmi seningdan yordamimni olmay, vaqting borida ma'qulda. Nimishqa yana gap qilmaysan? Biz bir-birimizdan to'limi farqli odamlar ekanmiz. Rum noibi. Bir-birimizni tushunmaganimiz tas o'xshaydi. Men shuni o'ylayapman. Men munofiqlik qilib, Xudoning ilmidan voz kecholmayman. Unda qilsam sana va podshohga manfaat tegib, haqiqat zavolga yuz tutadi. Gapni aylantirma. Rumga nimaki payliq bo'lsa, shu narsa ala. Hammasidan alasi haqiqat bo'lsa birla, ikki haqiqat bo'lmaydi. Yana mug'ambarlik qilyapsan. Burunmi mug'ambarlik qilmagan, hozirmi qilmayman. Mening sana javobim shu. Birinchidan, haqiqat yo'lda aytilgan so'zni qaytish yo'q. Chunki sen o'zing shuni xohlayapsan. Ikkinchidan,
qilmagan ishingning savobini gadiniga elish joiz emas. Qara kuyidek bo'xtonlardan maydiga mushlash bilan qutulg'il bo'lmaydi. Asossiz bo'xtonning umri qisqa bo'ladi. Lekin hammadan burun sening kuning tugab ketyotidi. Yahudining podshohi demak, sen qandoqlab bo'lmasin qutulish yo'lini tutmaysan va o'limni talalaysan. Shundaqmi? Menga qutulishning birli yo'li qolgan. U qandoq yo'l? Dunyoni qutqizish yo'li. Saranliqingni tashla. Taqti taq bo'ldi Ponti Pilatning. Demak, o'z ixtiyoring bilan beshingni sirtmoqqa tiqamsan? Ehtimol shunda qilaman. Mening boshqa yo'lim yo'q. Xudolar. Harg'in shivirladi prokuratura boshlig'i mangini cho'nqur tilib o'tgan qo'riqlarni sepab. Havo nimancha issiqdir, kuydirman deydi-ku, havo buzilamdi ya, deb qo'ding'ishib qo'ydi u. Ondan oxirgi qarorga keldi. Menga buningdan nima foyda? O'z foydasini bilmaganga yon besib nima qilaman? Qiziqmanda, ondan u yana, undaq bo'lsa men bu ishdan qo'limni uzaman-da, tashlab qo'yaman dedi. İxtiyoring naib, javob berdi Aysa va beshini tuvan soldi. Ular yana jimib qilishdi. Ular sarayning sirtida, büyük parqsanliq salqin bog'larning sirtida, Quddusning pijg'irin aptab ko'ydirib turgan egiz paskochilarda tegib kesila portlaydigan eg'ir jimjitlik hukm surayotganligini tanga his qilgan bo'lishi mumkin. Shu chaqda ularning quloqlariga farq etkili bo'lmaydigan shavqin surallar onda sanda kirib turmoqda edi. Bu shavqin surallar Ovat bozordagi odam, ot-uloq, harva qatorliqlarning orlashib ketgan ovozlari edi. Lekin tuvan qatlamdagilarning yuqori qatlamdagilarga daxli taruz qilmaslik uchun bu ikki qatlam bir-biridan ayirib etilgan edi. Saray tomlarining keynida qurolliq soqchilar aynib yuribdi. Sal pastdagi daraxtlikka otliq askarlar to'plangan edi. Otlarning quyruqlari bilan chivin qo'riyotganligi ko'zga aniq chilqib turardi. Prokuratura boshlig'i bu ishdan qo'lini uzdiganligini jakarlagandan keyin o'zini bir qadar yenik his qildi. Chunki amdi aytadiganini bemalol aytaversa bo'ladi. Men qo'limdan keldiganining hammasini qildim. Xudolar shohid, uningga qaysar bo'l. Put tirab tur, aqidangni hayotingdan ustun tut deganim yo'q. Lekin u so'zni qaytmadi. Mayli o'zining deganini qilsin, bizga bunda qilganni texmi yaxshi. U o'limga o'zi muhr bosdi. Ponti Pilat shularni o'ylagach, xotinig'imi shundoq demoqchi bo'ldi. Taqdirida peshonasiga putilgani jimjit sirliq jilmayib kutayotgan nusratlik Aysaga qiyo ko'z tashlab etib, hukmdor yana munolarni xiyoldan o'tkazdi. Mushu topda bu odam nimalarni o'ylayotdi ekan? Ehtimol ichida qattiq afsuslanayotgandir. To'qib chiqargan g'alita gap so'zlari o'z beshiga chiqayotganligini balkim tushunib qolgandir. Lekin nimishqidir ulardan voz kecholmaydi. O'z to'ziqiga o'zi elindi. Manamda qutulib baqinni ko'ray. Bütün olam uchun, bütün insoniyat uchun avloddan avlodga abadiy abad birli Xudo bormish. Hamma odam birdek bo'ladigan birli adolat saltanati bormish. U nimani ta'ma qilgandi? Hamma odam shundoq adolat saltanatini orzu qilg'ashqa, u shundoq kayfiyatdan foydalanmoqchi bo'lgan. Lekin hayot bizga ana shundoq savoq berdi. Haddidan eshib mug'ambarlik qilsak jazolaydi. Peshonangga yezilmagan taxt va baxt uchun talassang, holing ana shundoq bo'ladi. Ko'ngli taxt tilaganga qarang. Qora xalqqa qudrat qul qilib, podshohga qarshi to'planga chaqirgan. U to'pdan bu to'pga o'tib, dunyoning omonligini o'g'irlamoqchi bo'lgan. Olamning azaldan buyangi tartibini, qurilmasini ostin-ustin qilish xiyolida bo'lgan. Kallasi yo'q tantak, qoyilman. Yo'q, bundaq odamni zodla tirik qoldirib bo'lmaydi. Ko'rinishdan qaltaklangan, sho'ri qo'rgan qo'tir ishqa o'xshaydi. Lekin yuragiga nimalar yoshiringan Xudo biladi. Ko'zlagan ishlarga qarang, faqat ulug' aql egisila bunda qoida tartiblarni tuzashga qodir. Uningga qaragan odam hargiz shundoq deb o'ylamaydi. Prokuratura boshlig'i Ponti Pilat o'zini ana shundoq o'ylar bilan bezlaydi. Uningga yana boshqa bir narsami taski beradi. Amdi Aysani qatl qilish uchun ommaviy yig'ilish nomidan chaqiriladigan hukmni tasdiqlashni ochiqdan ochiq talab qilayotgan bosh muftiy
Kaifa bilan tartışıp takalışıp o'tirishning hojati qolmagan edi. Dargumon bo'lmag'in, ey hokim hukmdor. O'z ishingdan o'zing mamnun bo'lsan va nima qilsang haqliqsan deb qo'ydi Aysa, xuddi hukmdorning ichidagi fikrlarni o'qiyotgandek. Ponti Pilatning pag'ani tashdi. Mening g'imimni yemayli qo'y deb Aysani silkib tashladi u. Men uchun Rimning manfaati har qanday narsadan a'lo. Sen o'zingni o'yla, ey sho'rpeshona. Qo'rsqingni kang tut, shavkatli hukmdor. Menga bu gaplarni qilmasangmi bo'ladi. Mudayim ne dey, helim kash emas. Yana o'ylab ko'r. Keyin pushaymon qilib yurma. Men hozir ishkirga kirib chiqaman. Men kelgucha o'z fikringni o'zgartmasang, u chaqda oxirgi so'zimni aytaman. Bani Isroilning shohiman, olamning tayanchisiman. Men bo'lmasam, yer zaminning holi nima bo'ladi deb mag'rurlanma. Tamamen aksicha, hamma narsa o'chak kashgandek sana qarshi. Vaqtingmi allaqachon tugdi. Gapingdan yansanglar, beshing aman qoladi, uqdingmi? Uqdim hukmdor. Ponti Pilat yelkisiga tashlangan kang yepinchisini to'g'rilab saroy ichiga kirib ketdi. U gavurlik, beshi yo'g'on va chechi qolmagan ulug'vor, o'z shon-shavkati va kuch-qudratiga ishonadigan odam edi. Agma ayvonliq o'yladan o'tib ketib etib, uning ko'zi yana osmon bag'rida parvoz qilib yurgan qushlar shoyiga tushdi. Bu burkutmi yoki shuningga o'xshash bir qushmi? Ilg'i qila olmadi. Buningga shu topda qiziqayotganimi yo'q edi. Hozir qushqa asla qo'li yetmaydiganligi, uni erkiga bo'ysundira olmaydiganligi uning xiyolini band qilib olgan edi. Rosta, uni ya qo'rqita olmaydi, ya haydib etolmaydi, ya chaqirib qo'liga qo'ndira olmaydi. Hukmdor qoshlarini himirib osmon gumbiziga chekchib qaradi. Ahay, oynishlarga qaranglarchu, tinmaydi, qurg'ur. Hech narsa bilan kori yo'q. Bu qush xuddi osmon podshohiga o'xshaydi. Uni bekorga Shohin Shoh qudratining simvoli demaydi-da. Burkutning beshi kuchlik, tomshiqlari nayzadek o'tkir, ko'zlari cho'g'dak yonadi. Qanotlari xuddi cho'yindan qo'yilgan o'xshaydi. Shohin Shohmi shundoq bo'lishi kerak. Shon-shavkati yuksaklarda uchishi, xaloyiqqa ko'rinib turishi shart. Uningga zotli hech kim teng kelolmasin. U mushu afzallik maydonida turib olamni idora qilsin. Hech kimni va hech narsani o'ziga teng qilmasin. Hatto Shohin Shohning xudolarimi boshqalarnikidan mutlaq farq qiladigan, o'ziga tegishli bo'lgan bo'lsin. Qo'l ostidagilarga parvosizlik va manmanlik bilan boqsin. Kuch qudrat mana shuningga, mana shu hokimiyat hammani titratib qaqshtidi. Dunyoning nizomi va qonun qoidasimi shuningda. Avu nusratlik odam bo'lsa, g'oyat qaysar, aqidasiga bakmo ishonadi. Shohin Shohdan tortib qora qo'lgacha hammani baravar qilmoqchi bo'ladi. Xudo bir va jimi odam uning qishida tanglaydi. Hamma uchun adolat saltanati keladi deb jar soladi. U bani bashar ahlini vasvasiga soldi. Avom xalqni buzdi. U dunyoni o'zining xohishi va irodasi bo'yicha qaytadan pichishni ko'zlaydi. Buningda nima chiqdi? Ashu Almanning oq kaltak, qor kaltakiga uchradi. Saxta bishoratchi, saxta payg'ambar, yolg'onchi va nayrangvoz deb naq qalasiga selishdi. Qandaq odamda bu? Holiga maymunlar chig'ida yig'labdi, yu o'zi pisand qilmaydi. Go'yo u emas, uni jazoga tortayotganlar yengilgandek. Rim podshohining kichik Osiyodagi noibi, o'zimi parcha-puras Shohin Shohning qilishmaydigan hukmdor Ponti Pilat nusratlik Aysani bir necha daqiqa yolg'iz tashlab qo'yib, ana shularni o'ylaydi. Mayli Aysa yolg'iz qolsin, tuvi yo'qning levida turganligini his qilsin, uning irodasini sundirish kerak. Tez cho'ksin, yilinib yolvursin. Hamma uchun tang barobar vahid Xudodan, tanglik birodarlikdan voz kechsin. Ondan uni beli sungan kaslanchukdek Bani Isroil zimidan qo'g'landi qilayli. Barsun, paypaslab tur yursin, tamtirsin, nam deraksiz yo'qolsin. Shu chaqda uzoqqa bormayla e'tiqodi suz cho'ponlar uni urib o'ldirdi. Ko'pni ko'rgan usta hukmdor Ponti Pilat dilni qaplab olgan shubha gumonlarni o'ylab bir taraf qilmoqchi. Yangi chiqqan
bid'atni yo'qotishning eng to'g'ri, eng foydali va eng ibratli chorasini topmoqchi bo'lib o'rnatdi. Prokuratura boshlig'i Agmi ayvondan chiqib ketib etib, jinoyatchi yolg'iz qolgandan keyin o'z ahvolining naqadar ayanchilik ekanligini tushunib yetdi va men qaytib kelgandan keyin putlarimga yiqilib nijotlik tilaydi deb umid bo'lgan edi. Lekin hukmdor bilsa edi, mana shu qisqagina paytda ashu g'aroyib odam boshqa narsani o'ylaydi. Rostini aytganda u tamoman aslimlar qo'yniga cho'mgan edi. Chunki aslash tiriklarga xos ish. Bo'libmi, hayot bilan vidolashayotgan paytlarda odam bolsiga shuningdan boshqa yana nima qoladi? Hükümdar chiqib ketishi bilan yon tarafdan 4 pasvan chiqdi-da, go'yo jinoyatchi qochib ketadigandak Agmi ayvonning 4 yiqiga berib turdi. Jinoyatchi saroy pasvonlaridan biriga murojaat qilib so'radi. "O'ltirsam bo'lamdi, ey yaxshi pasvon?" "O'ltir" dedi pasvon naysini tosh bo'lg'at taq qilib urib. Aysa tamdan turtib chiqqan marmar supiga o'ltirdi. Uning yelkalari harg'in egalgan, o'ruqlagan, qini qochgan yuzining atrofini pastga to'lqinlanib to'kilgan uzun qaramtul sochlari chulg'ib olgan edi. U ko'zlarini qo'li bilan to'sgan peti xiyolga g'arq bo'ldi. Suv bo'lsa ichib olsam deb o'ylaydi. Daryo bo'lsa cho'milib olsam. U qirg'oq bo'ylarida oqqan suvlarni ko'z oldiga keltirdi. Quloqlarga yerni suyib, maysa giyohlarni silab, siypab, eqib ketayotgan suvning shildirligini anglandi. Go'yo kimdir paloq urib, u o'ltirgan yerga qiyiq haydab keldi. Oli kimlar uni qiyiqqa tushirib, bu yerdan qayergadir yiroqlarga ilib ketmoqchi bo'layotgandek qiladi. Onasi ekan, onasi qo'rqinish va vahima ichida uningga qarab buzib kelyotdi. "Ana" deb anglanmas pichirladi u. "Ana, men bekmi qiynalib ketdim. Tunigun oqshom Gefsimaniyada Zaytun tog'da cho'ponlarim bilan birlaydim. Shu yerda beshimga qora tun qabih hasrat yog'di. Yuragim yerilishga tasli qoldi. Ko'zimga uyqu kelmadi. O'zimni qo'yg'ili joy topolmadim. Dilimni olqandaq dahshat bosdi. Badanimdan ter o'rniga qon sizib chiqdi. Shu chog'da men Rabbimga, osmondagi padarimga yolvurdim. Rabbina dedim. Ajal piyolasini bu navbat menga tutmag'in. Yana o'zing bilmasan. Sening hukmingga tavaman. Mana shu ajal sharbeti bilan liqmiliq to'ldirilgan piyola menga hadab yiqilib kelyotdi. U meni hargiz tashlab o'tib ketmaydi. U muqarrar menga atalgan. Siz buning nima ekanligini bilasiz. Uningdan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Buningdan chiqdiki, mening beshimga na savdolar tushadiganligini oldin bilgan ekansizda, undaqda shuncha yillar "Ya ilohim, jinim ana, mehribonim, menga jon ato qilib, umid orzular bilan parvish qilib, hammasiga qandoq chidadingiz. Meni Rabbim yaratganda mana shu ulug' va ruhiy azob beradigan kun uchun, eng sho'rliq kun uchun yaratgan ekanda. Chunki odam bolasiga o'z o'limidan qayg'uliq narsa yo'q. Ona uchun bo'lsa, o'z farzandining halokati uningdan 100 haslab ig'irroq va qayg'uliqdir. Kechir meni onajon. Sening taqdir qismeting meningda emas, yolg'iz padarim Rabbimdadir. Shundaq bo'lg'ashqa uningdan og'rinmayli. Uningga illiq nazar bilan qarayli. Bor qilishmi, yo'q qilishmi shuning irodasidandir. U onasi Maryamni eslab etib, balliq chaqlarda 5 yoshlik vaqtida beshidan kechirgan bir voqeani yodiga keltirdi. Shu chaqlarda ularning xonadonlari podshoh Irodining taqibidan qochib Misrda kun kechirdi. Irod yangi tug'ilgan go'dak bo'lg'usi Aysa Masihaning jiniga qasd qilgan edi. Chunki u kohinlardan shu kunlarda Bani Isroil shohi dunyoga keldi degan xabarni eshitgan edi. Shu orliqda bolani yo'shirib yurib cho'ng qilishdi. Ular turgan yerdan sal nerida noyda cho'ng azim daryo oqatdi. Nili Muborak degani shu bo'lsa kerak. U chetidan bu cheti ko'rinmaydigan ulug' daryo bor edi. Shu yerlik boshqa ayollarga o'xshash Maryam bolasini yeniga ilib, kir chayqig'ili daryo bo'yiga tushadi. Ular bir kuni daryo bo'yiga kelgan edi, bir bo'y qiyiqni qirg'oqqa to'xtatdi. Ularga asta yaqinlashdi da Maryam bilan bola chaqqa iltifot bilan salom berdi.
Otajon, dedi onunğa Maryam, qiyiqingizda o'g'limni sayli qildirsam bo'lamdi. Bekmi qiyiq tushkisi kelyapti, bu tentakning. Bo'ludi Maryam deb javob berdi buvay. Bu qiyiqni men shuningga ilib keldim. Uningda o'g'lan Aysani o'ynatqin. Buvayning o'g'li bilan o'zining ismini atab chaqirgandan Maryam ajablandi. Shu yaqin atrofdagi odamlardan bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin buvaydan paloqni siz uring deb so'rg'ili tamshiladi. Buvay xuddi havoda erib ketgandek ko'zdan g'oyib bo'ldi. Maryam buningdan taajjublanmadi. Balachaq qiyiqqa tushidi ekanman deb shu qadar xo'sh bo'lib ketgan ediki, Azbroyi xo'shalliqidan osmonga sakrab o'ynaydi. Onasini chopsam bo'ling deb oltirtatdi. Shuningdan keyin Maryam kirlarini qirg'oq bo'yidagi toshlar ustiga tashlab, o'g'lini ko'tarib qiyiqqa o'tirg'izdi. Qiyiqning tanasini yashdi, daryoga ittirib tushirdi. Qiyiqqa sakrab chiqdi, bolasini tizig'iga ilib o'ltirdi. Shuning bilan daryo iqimini bo'ylab uzib ketdi. Qirg'oqning yaqin yerida aynakdek yaltirab turgan suv tarafga uzish, vah, nima degan rohat-a? Tezroq yerlarda qumushlar shildirlab salom beradi. Sahil bo'ylarida gullar xushparaq chechib ichilib turadi. Chatqallar orasida xilma-xil rangdor qushlar ajoyib ovozlarda sayrashadi. Illiq havoda kepinaklar uchib qo'nib yayrashadi. Chekatkilar chirildaydi. Nima degan rohat bu? Maryam past ovozda kuylashga boshladi. U cheksiz baxtiyor edi. O'g'lining qiyiqda uzib ketayotganligidan beshi osmonga taqashgan edi. Buningdan Maryamning dili texmo yayridi. Ular texi qirg'oqdan yiroq ketmagan edi. Daryoning tez yerda yotgan yo'g'on ko'takka birdan jon kirdi va suvni o'qdak yerib, ularga qarab tahdid bilan uzib kelishga boshladi. Bu to'liq haybatlik timsoh bo'lib, uning chekchaygan ko'zlari yeb tashlayman deb oshko'zlik bilan tikiladi. Balacha qo'rqib ketib vaqirab tashladi. Maryam shamda ketib qolgan bo'lib, nima qilarini bilolmaydi. Timsoh qiyiqni quyrug'i bilan urib o'rib etishga tasli qoldi. Maryam paloqni tashlab, bolasini bag'riga mahkam bosdi. "Ya Rabbim" deb yolvordi u. "Bu sening o'z o'g'ling Aysa. Uni o'zing bergansan. O'zing madad qil, ya Rabbim, o'zing uni xalos qil." Ayol shunchalik qo'rqib ketgandiki, ko'zlarini ching yumib olamni yaratquchiga va farzandining samoviy padari bo'lg'uchiga yolvorgan edi. "Bizni tark etma, Xudoya, u texi sana lozim bo'ludi" deb vaqirdi Maryam. Timsoh boshqarg'uvchisi bo'lmagan qiyiqni suvning ustidan ittirdi. Maryam bir chaqda ko'zlarini qo'rqib ochdi. Shu chaqda xo'shalligidan vaqirib tashladi. Qiyiq qirg'oq chetida to'xtagan bo'lib, bir kim uni atay shu yerga keltirib qo'ygandek edi. Timsoh shuningdan keyin keyniga burildi. Uzoqlab berib ko'zini g'oyib bo'ldi. As-hushini yo'qotgan Maryam bo'lsa, qiyiqdan itilib chiqdi-da, hung yig'ilgan va xo'shalligidan kelgan peti qirg'oq bo'ylab yugurib ketdi. U bolasini bag'riga mahkam besib, to'xtamasdan so'yatdi. Ko'z yoshlarga g'arq qilib, andikib, "Aysa, Aysa, ko'zimning qarisi o'g'lim, padaring seni to'nidi, u seni xalos qildi, o'zi seni xalos qildi, seni so'ydi, sen uning so'yimlik o'g'lisan, Aysa. Sana donorlikni ato qildi, sen hokim bo'lding, Aysa. Sen amdi Rabbisan, Aysa. Amdi odamlarning ko'zini ochsan, Aysa. Ular sening izingdan chiqmaydi, Aysa. Sen hech qachon odam bolalaridan yuz o'rmagaysan" deydi. Muhtaram Maryam ana shunday shodlik ichida dardini to'katdi. Xudoning o'g'li mo'jiza yuz berib, xavf-xatardan omon eson qutulganligidan Maryam cheksiz xushal edi. Bu yaratquchining karomati ekanligi uning xayoliga kelmaydi. Yaratquchi irodasining qistishidan Misrga qochgan Banna Yusufning jigari parisi Aysaning kimligini odamlarga ana shunday ma'lum qilgan edi. Bo'libmi Maryam bolasini ko'tarib yerga tushirib yugurib ketgan hamalla qiyiqmu daryoda birdamdila g'oyib bo'ldi. Daryo bo'yida kir chayqayotgan uning vaqirg'inini anglab yugurishib kelgan xotinlar bo'lsa, keyincha siz qichib ketayotganingizda bolangizning beshi atrofida oltin chambarak ko'rindi deb uni ishontirgan edi. Bu ish hammani hayratga soldi.
Kichkina Aysa onasining ko'krigiga ching yepishib, bo'ylarini quchoqlab, "Ana, men cho'ng bo'lganda shu timsohni quyrug'idan tutib olaman, keyin bizni zotla qo'rqitmaydigan bo'ladi" degan edi. Hammalarning ko'ngli erib, ko'zlariga yosh olgan edi. Kichik bolaning so'zlari ularning ko'nglini yoritibdi. Ular qiyiqning egisi kim bo'lg'aydi deb eslashga boshladi. Shu chaqda u buvayni bu atrofda hech kim tonimaydiganligi va burun hech kimning ko'rib boqmaganligi ma'lum bo'ldi. Benna Yusuf ashu sirli qiyiqchini kechirim so'ray va viziyini to'lab beray deb nurg'un kunlar izladi, lekin zotla izderkini qilolmadi. Aysa sabiy chaqlarda mana shundaq sarguzashtni beshidan kechirgan edi. Shu voqealarni mana endi ayma ayvonda turib, muhtaram onasidan uningga keltirilgan azob oqibatlari uchun o'zirxonlik so'rag'anida yana bir qitim esladi. "Men siz bilan vidolashman endi, onajon" deydi. U xiyol ichida mehribon onasiga meni qatl yog'ichiga tortgan chaqda sizni yod etishga ulgurolmasligim mumkin. Shu chaqda meningdan ranjimagaysiz. Bugun issiqqa chidiqli bo'lmayotidi. Men o'limdan qo'rqyapman. Putlarim muzlab ketyapti. Meni kechiring, onajon. Mushu payliq damda taqdirdan nolimang. Sizga sabr taqat yor bo'lsin. Odamlar yaratquchisi uchun eng ig'ir yuk ekan. Odamzodda bor haqiqatni o'z o'limidan vositasida taskin toptirmoqdan boshqa yo'lim va choram yo'q. Buni bashar tarafga o'zga yo'l topolmadim. Men ular tarafga qadam tashladim. Elvida, meni kechiring ona. Ashu timsohnimi quyrug'idan tutolmadim. Afsus. Aytishlarga qaraganda timsohlar noyati uzun 2-3 inson umrini yasharmish. Tutgan bo'lsammi, baribir qo'yib etgan bo'lardim. Uval emasmi? Yana shuni o'yladimki, onajon, agar qiyiqchi qiyofatiga kirib olgan ashu buvay malaika bo'lsa, uning bilan ehtimol u dunyoda uchrashib qolarman. Shu yerdagi voqea yodida bormikin? Oyoq tovushlarini anglayapman. İxtiyar o'zida bo'lmagan qotil Ponti Pilat kelyapti. Elvida ana, elvida. Ponti Pilat ayma ayvondan qandaq mazmut qadamlar bilan chiqib ketgan bo'lsa, shundaq qadam tashlab qaytib keldi. Pasibonlar darhol ko'zdan qoyib bo'lishdi. İkisi ayvonda yana yolg'iz qoldi. Uni ko'rgan hamonlar o'rnidan turgan Aysaga ma'li ko'z tashlagan hukmdor hamma ish o'zi kutgandek ketayotganligini bayqadi. Jinoyatchi oxirgi qadamga hozirlangan edi. Lekin prokuratura boshlig'i bu qitimmi otni qamchilamaslikni afzal ko'rdi. Uningsizmi ishlar ko'ngildagidek ketayotgan edi. Xo'sh, nima deydik? Qarsam gapimiz tugab qolgandek qiladi. Dedi Ponti Pilat texi o'rniga o'ltirmasdilla. Gapingdan qaytamsan? Yo'q. Xato qilyapsan, yana o'ylab ko'r. Yo'q, deb beshini chayqadaysa. Bular ish bo'ldi. Xato qilyapsan deb qarshilik bildirdi Ponti Pilat o'ziga sal ishonmagan ohangda. Lekin ichidan o't ketdi. Aysaning mataneti uni lol qilib qo'ygan edi. Shuning bilan birga u Aysaning o'z aktidan qaytishini, to'g'ri tarazu qilib rahim shafqat tilishni xohlamaydi. Aysa buning hammasini tushundi.